Aqlimdagi ana kartalardan tushdi. Aqlimdagi insonim anchagina o'zgarib qolgan. Hayotida boshqasi bormi? Ketdik, shuni ko'ramiz. Bugun kartamga savolim shu. Hammaga salom o'rtoqlar, sizlar bilan Hayda Darov. Shaxsiy ko'rish uchun WhatsAppdan yozasizlar. Energiya berish uchun bitta like, podpiska sizlardan. Bu общий расклad eslatib o'taman. Shaxsiy расклad emas, kimgadir tushadi, kimgadir tushmaydi. 3 tadan karta oldim. Tak, ketdik o'rtoqlar. Avvalambor bu yerda aqlingizdagi insoningiz ozgina o'zgargani chiqyapti. Hattoki bilasizlarmi, nima sizlar gaplashmayapsizlarmi yoki qandaydir pauzadamisizlar yoki urushib qolganmisizlar? Shunaqa bir situatsiya bo'ldimi? Bilasizmi, bu yerda aqlingizdagi insoningiz bilan juda ham katta janjal va bu narsa tushsa bilasizlar nima bo'lganini. Любовь. O'qitiluv sizlarni sevgiliga bo'lgani cho'tka yastin chiqyapti. Kartinka orqasidan diyavol chiqdi, diyavol orqasidan любовь kartasi chiqyapti. Bu nima degani? Bu degani sizlarni sevgiliga cho'tka yastin o'qitiluv bor degani. Kim tomonidan yoki kim qilgan yoki qachon imенно bu narsalar bo'lgan, men aniq cho'tka qilib aytib bera olmayman, chunki bu общий расклад, tushuntira oldimmi? Личный расклад emas. Endi savolni ildizga keladigan bo'lsak, aqlingizdagi insoningiz o'zgarib qolgani chiqdi. Sababini ham bildinglar, nima uchun? Xohlamay o'qitiluv bor insonda, badanida, miyasida o'qitiluv, sehr bor inson qalbiga ming yaxshi ko'rsa ham buyruq bermaydi. Shu sabab, ya'ni sizlarning katta sababinglar mana shu o'qitiluv bo'lgani uchun o'zgarishi chiqyapti. Xoh sevgi borasida, xoh finans, xoh pul berish va hokazo borasida. Paytida sizga juda ham chiroyli komplimentlar, finansdan yordam bergan bo'lsa-da, pul borasida yoki qandaydir sevgiga to'la to'kis sizni baxtli ayol qilgan bo'lsa, hozir umuman naborot chiqayotgan bo'lsa, sizlarni asosiy sababinglar shu bo'ladi. Endi imенно kim tomonidan qilingan bilmayman. Balki nima desam ekan, bir tanishgan ayoli tomonidan, balki bilmayman. Men hozir unaqa narsa bir yolg'on ma'lumot berish xohlamayman. Bu общий расклad-da. Tak. Lekin bu yerda bir ayol tomonidan qilingani chiqyapti. Hattoki bilasizmi, ering endi shu aqlingizdagi insoningizda o'zgarib qolganiga yoki o'zini bir boshqacha tutayotganiga 3 oycha yoki 3 haftalar bo'lib qoldimi? 3 ya da 4 oy ya da 4 hafta shunaqa bir narsa chiqyapti va bu yerda aqlingizdagi insoningiz bilan sizda masofa borligi ham chiqyapti.